Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Urganch davlat universiteti elektrotexnik va energetika kafedrasi o'qituvchisi Aminov Hamza Murod o'g'li. Bugungi mavzuyimiz elektr stansiyalar. Demak, elektr stansiyalar deganda biz shuni tushunishimiz kerakki, elektr stansiyalar odatda ikki turga bo'linadi. Bular kondensatsion issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlari. Bugun kondensatsion elektr issiqlik stansiyalari va issiqlik markazlari haqida gapiramiz. Demak, kondensatsion elektr stansiyasi faqat elektr energiya ishlab chiqaradi. Issiqlik elektr markazlari esa ham elektr energiya, ham issiqlik energiyasini ishlab chiqaradi. Shuni aytib o'tishim kerakki, IESlar organik yoqilg'ida, gaz, mazot, ko'mir va ham yadro yoqilg'ida ishlashi mumkin. Bu yerda asosan issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Mana 50 Gz chazarida 3000 aylana tezlik bilan. Bu turbinani aylanish tezligi. Bu yerda mana ko'rishimiz kerakki, bu issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipi, ya'ni almashtirish sxemasi. Bu yerda bu qozon, ya'ni qozonxona joylashgan bo'lib, qozonxona yoqilg'i yonadi. Qanday yoqilg'i bo'lsa ham, ko'mir, gaz, mazot, neft mahsulotlari yonadi va u yerdan bu qizdiriladi. Buning harorati 750-770 gradus Selsiy bilan turbinaga yetib keladi. Turbina parraklarni aylantirgan bir vaqtda aylantirib generator orqali elektr energiya hosil bo'ladi va turbina parraklaridan o'tgan har bitta, masalan, birinchi 3 bosqichda keladi. Birinchi bosqichda sovish darajasi 3 ta bosqichga bo'linib soviydi va bu kondensatorga yetib keladi. Bu yerda kondensatorning asosiy vazifasi buni qayta suvga aylantirib beradi va nasos orqali suv yana qozonxonaga yuboriladi. Bu issiqlik elektr stansiyasida ishlash prinsipi. Bu yerda issiqlik elektr stansiyasining foydalanish koeffitsiyenti ko'rsatilgan. Asosan 36-39% tashkil etadi. Bu shuni ko'rsatadiki, 64-65% yoqilg'i atrof muhitga zarar, atmosferaga zarar yetkazib beryapti. Issiqlik markazlari esa unga qaraganda 2 marta yuqori. Shuning uchun larda foydalanish energiya tejamkorligi sezilarli oldida hisoblanadi. Bu yerda issiqlik elektr stansiyasining energiya qayta hosil qilish sxemasi mana yoqilg'i, issiqlik energiyasi, mexanik energiya va elektr energiya. Issiqlik energiyasi mexanik energiyaga aylanadi va elektr energiya hosil bo'ladi. Zamonaviy issiqlik elektr stansiyasining foydalanish koeffitsiyenti 40% dan ortmaydi. Bu yerda issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipi, bu yerda gaz emas, ko'mir yordamida yonyapti. Ko'mir esa maydalanib, puflab, havo orqali puflab qozonxonaga yuboryapti. Bu esa issiqlikni yanada oshishiga omil yaratib beryapti. Faqat shu yerda boshqa sxemalarga qaraganda farqini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Renk sikli bo'yicha ishlovchi issiqlik elektr stansiyasi texnologik sxemasi va bo'g'ik bosimli qurilma uchun ideal bo'lgan rengen sikli sxemalarni ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi bu generator, turbina, elektr generator, kondensator va nasoslar. Bu yerda elektr stansiyani almashtirish sxemasini ko'rishimiz mumkin. Bu sxemada bitta joyingizga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana birinchi bu qozoni va mana bu yerda belgilangan shakl bu katalizator. Buning vazifasi asosan bug'ni yanada qizitib beradi. Bu yerda bosimni oshishiga olib keladi va bug'ni tezligini oshishiga olib keladi. Bu esa parraklarni tezroq aylanishiga olib keladi va bundan elektr energiya hosil bo'ladi. Barabarli bu qozon ishlash sxemasi va to'g'ri oqimli bu qozonning ishlash sxemasi. Bu qozon turlari bu yerda ko'rsatilgan. O'zbekistonda mavjud IESlar. O'zbekistonimizda shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, respublikamizning elektr energiya ishlab chiqarish asosan
70-75%ni issiqlik elektr stansiyalari tashkil qiladi. O'zbekistonda Sirdaryo, Yangangren, Toshkent, Navoiy, Angren, Taxiatosh va Talimarjon issiqlik elektr stansiyalari mavjud. Bu yerda mana shu qiymatlari ko'rsatilgan. Endi issiqlik elektr markazlari, uning ishlash prinsipi qanday? Issiqlik elektr markazlarining ishlash prinsipi shunday iboratki, u yerda kondensator o'rniga issiqlik, ya'ni bug'ni almashtirish qurilmasi mavjud. Bu yerda issiqlik energiyasi issiqlik manbaiga ketadi. Bu issiq suv ta'minoti bo'lishi mumkin yoki xonadonlarni issiqlik energiya bilan ta'minlash imkoniyatini berishi mumkin. Bu yerda sirkulyatsiya jarayoni faqatgina farqlanadigan joyi kondensatordan chiqayotgan issiq suv to'g'ridan to'g'ri bu qozoniga jo'natilmaydi. Bu yerda issiq suv issiqlik energiya iste'molchilariga yuboriladi. Mana bu yerdan uni sxemasini ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda mavjud issiqlik markazlari Toshkent EM joylashgan. 2013-yil 15-dekabrda qurilish boshlangan va Farg'ona issiqlik markazi 1979-yilda yuklangan. Farg'ona EM 2002-yilda Farg'ona EM AJga, 2014-yilda Farg'ona EM AJ aylantirilgan. Umumiy quvvati 25 megawatt tonnani bo'lgan turbogenerator va TP170 tipdagi qozon qurilmasi ishga 1959-yilda ishga tushirilgan. Muborak issiqlik markazi Qashqadaryo viloyati Muborak tumani janubi-sharqining 12-kilometrida Qarshi-Buxoro transport yo'lida yoqasida joylashgan. Absolyut maksimal harorati 60 gradus Selsiyani tashkil qiladi. Minimum harorati esa 23 gradus Selsiyani tashkil qiladi. Stansiya elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha loyihalash quvvati 120 megawatt tonnani tashkil qiladi. Stansiyaning issiqlik energiya ishlab chiqarish quvvati esa 1500 tonna taqsim soatni tashkil qiladi. Olmaliq kon metallurgiya korxonasi issiqlik markazi Olmaliq kon metallurgiya korxonasi AJ tarkibiga kiruvchi issiqlik markazi hisoblanadi. Bu 1959-yilda ishga tushirilgan va elektr energiyasi 210,3 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Issiqlik energiyasi esa 872 ming kilokaloriya elektr energiyani hosil qiladi. Bugungi mavzuimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Issiqlik elektr stansiyasi va issiqlik markazlarini bir-biridan asosiy farqini anglab yetgan bo'lsangiz, juda xursand bo'lgan bo'lardim. Sababi issiqlik elektr stansiyasi elektr energiya ishlab chiqaradi. Issiqlik elektr markazlari esa ham elektr energiya ham issiqlik elektr bilan ta'minlanadi, bilan ishlab chiqariladi. Demak, issiqlik markazlari mana alohida to'xtalaman. Issiqlik markaziga bu yerda mana qozon agregati, tuman borusi va gaz podstansiya va tarmoq. Bu yerda elektr energiya sirkulyatsiyasi ketyapti. Pastida esa issiq suv bu turbinasi va issiq suv sirkulyatsiyasi aylanmoqda. Bu yerda generator, bu turbinasi, sovuq suv aylanishi, bu kondensatori va nasos texnologik bu jarayon davom etadi. Demak, Gardaniya bu iste'molchi asosan bu turbinasi va generatorni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana gaz bullanishi bu yerda hosil qilinyapti, aylanyapti. Generator rotorimiz aylanyapti, turbina aylanyapti va hosil bo'lyapti. Bu yerdan suvimiz qaytadan bu kondensator orqali mana suvga aylanyapti va issiqlik markaziga qaytadan jo'natilyapti. Qozon agregati bu sirkulyatsiyasi davom etadi. Qolgan joyi esa mana ko'rib turibsiz, sovuq suv bu yerda issiq chiqyapti-da va iste'molchiga